Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan Windows interfeysiga bag'ishlangan 3-darsimizni boshlaymiz va bugungi bo'lim demak bildirishnomalar, ya'ni Action Center bo'limi, ya'ni bilamiz kompyuter yonganda ishchi stolni 4 qismga bo'lib biz o'rgandik. Bugun demak 4-qism bo'lgan bildirishnomalar, ya'ni o'ng taraf burchak qismdagi mana bu SMS сообщенияsi ikonkasiga o'xshash demak bo'limni o'rganamiz. O'tgan darsda pusk va demak panel zadaч bo'limlarini birgalikda qo'shib ikkinchi dars qilib o'tgandik. Demak, 3-darsimizda Action Center yoki bildirishnomalar bo'limi haqida tanishib o'tamiz. Demak, bildirishnomalar bo'limi interfeysi quyidagicha iborat. Asosan 2 qismdan iborat. Ya'ni yuqorida mana bu bo'sh turgan qismda demak kompyuterdan yuboriladigan bildirishnomalar ko'rinadi. Ya'ni misol uchun kompyuteringizda antivirus o'rnatish kerak yoki Windows Defenderga bog'liq savollar yoki telefoningizda bilamiz tepa qismda bildirishnomalar kelib turadi ilovalardan. Xuddi o'shanaqa bildirishnomalar kompyuterda mana shu bo'limda paydo bo'ladi. Demak, yuqori qism bildirishnomalar bo'limi va pastki qism demak turli xil vazifani bajaruvchi ikonkalardan iborat. Ya'ni bu telefonda demak yuqori qismni tushirganimizda internetni yoqish yoki hotspotni yoqish yoki rejim samolyoti yoki shunga o'xshash ikonkalar Android rejimida xuddi shunaqa vazifani bajaruvchi ikonkalar demak kompyuterda aynan shu bildirishnomalar bo'limida joylashgan. Demak, birinchi bo'lib pastki qism bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni pastki qismda demak biz ishlashimizni osonlashtiruvchi maxsus tugmalar mavjud. Bulardan birinchisi Svernout tugmasi. Sizlarda inglizcha interfeys bo'lsa boshqacha nomlanishi mumkin. Bu tugmani bosganimizda demak mana bu pastki oyna pastki bo'limga tushadi va hammasi ko'rinmaydi. Agar bu bo'limni demak bosadigan bo'lsak, yana pastki oyna yuqori qismga chiqadi. Demak, bu unchalik ham muhim ahamiyatga ega emas. Agar kimdadir pastki oyna ko'rinmayotgan bo'lsa, demak shu tugma bosib qo'yilgan. Demak, asosiy qismga o'tamiz. Demak, bu qismda nimalar bor? Birinchisi location, ya'ni bizni tilimizda aytganda demak foydalanuvchi lokatsiyasi, ya'ni joylashgan o'rnini bildiradigan tugma va ekonomiya zaryada, ya'ni demak batareyani ekonom rejimini yopmoqchi bo'lsak, mana menda yoqildi, ekran sal qoralashdi. Demak, batareyaning ekonom rejimini aynan shu tugma orqali yoqishimiz mumkin ekan. Inglizcha interfeyslar uchun battery saver nomi bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi bu Bluetooth funksiyasi. Bu nimaligini hammamiz bilamiz. To'rtinchisi nocной свет, ya'ni qorong'u rejimi. Bu rejimni yoqqanimizda kech qurun yoki chiroq yaxshi bo'lmagan holatlarda kompyuter ekrani demak ko'rinib turibdi, sarg'ichroq tusga kirdi. Ko'zni toliqtirmasligi uchun odatda demak tungi rejimdan foydalanish mumkin. Demak, keyingisi mobilniy hotspot. Hotspot nimaligini bilamiz. Ya'ni agar siz telefoningizdan boshqa telefonlarga internet tarqatmoqchi bo'lsangiz, aynan hotspot qurilmasidan foydalanamiz. Kompyuterda bu ishlaydimi desa, ha, ishlaydi. Agar kompyuteringizda modem qurilmasi ulangan bo'lsa, ya'ni sim kart orqali o'zi internet tarqata olish qobiliyati bo'lsa yoki set kabel orqali demak internet bilan ta'minlangan bo'lsa, kompyuterning o'zi ham demak mobilniy hotspot orqali demak internetni boshqa qurilmalarga uzatishi mumkin. Demak, buning uchun yo kompyuteringiz demak set kabel orqali, simli tarmoq orqali internetga ulangan bo'lishi kerak yoki demak USB modem orqali demak sim karta orqali internetga ulangan bo'lishi kerak. Va rejim samolyoti demak bu airplane mode, ya'ni barcha simsiz aloqa tizimlarini o'chirish. Buni yaxshi bilamiz. Agar bu rejimni yoqqanimizda telefonimizda deylik sim kartalar o'chadi, Bluetooth, Wi-Fi yoki internet tarmoqlari avtomatik o'chadi. Ya'ni kompyuterni tarmoqdan uzib qo'yadi bu rejim. Va keyingisi обмен с устройствами. Bu qanaqa bo'lim? Bu yaqin qurilmalarda demak fayl almashish
funksiyasi bilan ishlaydi. Masalan, boshqa kompyuter yoki telefoningizga demak faylni almashmoqchi bo'lsangiz, admin устройствами bo'limidan foydalanamiz. Va keyingisi biz parametri, ya'ni all settings bo'limi. Bu bo'lim orqali biz demak tizim va qurilma internet sozlamalarini ga kirishimiz mumkin. Mana bosib ko'raman. Avtomatik ravishda настройка, ya'ni sozlamalar bo'limiga kirdi. Bu demak pustdagi mana bu parametr bo'limi bilan bir xil vazifani bajaradigan tugmacha hisoblanadi. Keyingisi set bo'limi. Bu bo'lim avtomatik ishga tushadi qachonki kompyuteringiz demak simli tarmoq qo'llangan bo'lsa, demak simli tarmoqni demak Wi-Fi yoki internet tarmog'ini ishlatganini bildiradigan bo'lim hisoblanadi. Keyingi bo'limimiz подключение, ya'ni ulanish connect bo'limi. Yoki televizor yoki proyektorga kompyuteringiz ulanganda bu bo'limdan foydalanasiz. Bu bo'limni bosganingizda avtomatik demak qidiruv menyusi ochilib, qaysi qurilma bilan bog'lanayotganingiz bilinib turadi. Keyingi bo'limimiz передавать на экран, ya'ni proyekt bo'limi. Bu bo'limda demak ekranni boshqa bir monitorga uzatishimiz mumkin yoki duplicate yoki extend second screen, ya'ni nusxa olish, kengaytirish yoki ikkinchi ekran funksiyasidan foydalanib ekrandagi ma'lumotlarni boshqa joyga uzatishimiz mumkin. Keyingi bo'limimiz demak bu 12-bo'lim virtual set, ya'ni VPN bo'limi. Demak bilamiz, internetga xavfsiz internet yoki internetga ulanish nuqtasini boshqa davlatdan qilib ko'rsatish uchun odatda biz VPN dan foydalanamiz. Va keyingi bo'limimiz Foxne внимание yoki Fox Assist deyiladi inglizchasiga. Demak bildirishnomalarni o'chirib qo'yish uchun bu bo'limdan foydalanamiz. Ya'ni dars qilayotganingizda yoki o'yin o'ynayotganingizda hadeb bildirishnomalar bezovta qilmasligi uchun Telegramda yoki bironta bir tarmoqdan kompyuter o'zidan bildirishnomalar kelishini to'xtatish uchun demak Fox внимание-ni yoqib qo'yish afzal hisoblanadi. Keyingisi fragment ekrani, demak bu screen snip deyiladi inglizchasiga. Demak ekrandan demak bu funksiyani ishlatganimizda screenshot qilish uchun, kompyuter ekranini screenshot qilish uchun demak print screen buyrug'idan tashqari aynan shu bo'limdan ham foydalanishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, belgilab keraklicha joyda kesib olishi mumkin. Mana kompyuter o'zi berilgan joyda kesib oldi yoki agar kimda Windows 10 bo'lsa, demak 10.11 da demak snip deb search bo'limiga yozganimizda mana nojniца qaychicha bo'limi demak предложение sifatida kompyuterda mavjud. Demak search bo'limidan ham buni ishga tushirishimiz mumkin ekan. Va oxirgi bo'lim bu demak kompyuter ekranining yorug'ligini belgilaydigan bo'lim. Mana bildirishnomalar avtomatik ishga tushganini demak namunasi. Hozirgina ekranni demak qaychicha orqali kesib oldik va bildirishnomalar bo'limida ekrandan demak fragment, ya'ni ma'lum bir qism qirqib olindi degan bildirishnoma bizga keldi. Assist buyruq bilan tozalab yuboraman. Bu bo'limda demak pastki bo'limni hammasini tushunib oldik. Demak oxirgi bo'limimiz ekranda demak yorug'lik darajasini belgilaydigan bo'lim hisoblanar ekan. Ya'ni brightness, ekran yorug'ligini sozlaydigan bo'limimiz. Va yuqori bo'limga o'tamiz. Bu oynada demak bildirishnomalar chiqadi dedik va oxirgi yuqoridagi bo'limimiz управление bo'limi, ya'ni bildirishnomalar nazorat qiladigan bo'lim. Bu bo'limga bosganimizda avtomatik ravishda настройкаdan demak parametr bo'limidan bildirishnomalar bo'limi ochiladi va bu bo'lim orqali biz nimalar qila olamiz. Demak, birinchi быстрые действия, ya'ni redaktorovать быстрые действия, ya'ni action centerda quick actions bo'limi. Ya'ni mana bu pastga chiqqan oynada obyektlarning ikonkalarini demak o'zgartirish yoki tahrirlash bo'limi hisoblanadi. Redaktorovat bo'limini bosganimizda yangicha oyna chiqdi. Biron bir ikonkani olib tashlamoqchi bo'lsak, unpin buyrug'ini beramiz yoki qo'shmoqchi bo'lsak, добавить, misol uchun menda ekran fragment va Wi-Fi bo'limlari yo'q, qo'shib готов buyrug'ini berganimizda demak mana ko'rinib turibdiki, avtomatik ravishda demak bu ikkita ikonka bildirishnomalar action centers bo'limiga qo'shildi va keyingisi уведомление, ya'ni action center bildirishnomalar bo'limi. Demak polichit yoqilganda demak turli xil ilovalardan aynan shu bo'limda boyagi ko'rinishda bildirishnomalar kelib turadi. Agar o'chirib qo'ysak, demak bildirishnomalar kelishi to'xtab qoladi. Inglizcha interfeysdagilar uchun notifications deb yozilgan bo'ladi bu bo'limda. Keyingi bo'limimiz
qo'shimcha sozlamalar, ya'ni parametri fokusное внимание, ya'ni qo'shimcha sozlamalar bo'limi hisoblanadi. Bu bo'limda qanaqa obyektlar bor? Birinchisi demak отображать уведомления на экрана блокировки, ya'ni bloklangan ekranda bildirishnomani ko'rsatish bo'limi bizda yoniq turibdi. Ekraningiz bloklangan bo'lgan taqdirda ham demak bildirishnomalar ko'rinib turadi. Agar buni o'chirib qo'ysak, ekran bloklanganda xabar chiqishi to'xtaydi. Ikkinchisi demak ikkinchi bo'limimiz demak to'liq bo'limni o'qib o'tirmayman. Show reminder and incoming calls, ya'ni eslatmalar va internet qo'ng'iroqlari ko'rinib turadi. Demak bu bo'limda misol uchun Telegram call yoki Skype ilovalaridan demak bildirishnomalar kimdir sizga qo'ng'iroq qilsa, pastki o'ng taraf pastki qismdagi oynada avtomatik ravishda demak call ikonkasi chiqadi va sizlarga kimdir qo'ng'iroq qilayotganini bildirib turadi. Va uchinchi bo'limimiz demak allow notification sounds, ya'ni ruschada bu yerda yozgan разрешить звуков уведомлениями, ya'ni xabarlar, bildirishnomalar pastki ekranda chiqqanda ular ovozli bo'lishini ta'minlovchi tugma. Agar bu tugmani o'chirib qo'ysak, bildirishnomalar kelganda ovoz chiqmaydi. Ya'ni o'sha bizga ma'lum Androidda qanaqadir ovozlar bo'ladi bildirishnoma kelganda, demak o'sha ovozlarni yoqish yoki o'chirish funksiyasini aynan shu yerda qo'yishimiz mumkin. Agar bizga kerak bo'lmasa bu tugma, demak ustiga bosganimizda avtomatik demak kompyuter o'chirib qo'yadi. Va uchinchi bo'limimiz demak показать экран приветствие Windows после обновления bo'limi, ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, demak Windowsning yangi funksiyalarini ko'rsatish, ya'ni kompyuteringizda Windowsni yangilaganingizda yangi funksiyalar chiqsa, demak yuqori qismda demak mana bu bo'limda sizga yangi funksiyalar qo'shildi, ko'rishni istasangiz ustiga bosing ko'rinishdagi bildirishnomalar kelib turadi. Demak bu bo'limdan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Keyingi bo'limimiz demak предложить способы разрешения настройка bo'limi, ya'ni kompyuterda to'liq sozlash bo'yicha tavsiyalar beriladigan bo'lim. Microsoft account yoki xavfsizlik sozlamalari bo'yicha, ya'ni Windows Defender o'chirildi yoki shunga o'xshash Windowsning ichki xavfsizlik yoki Windows account bo'yicha qanaqadir bildirishnomalar bo'lsa, demak o'shalarni bildirishnomalar bo'limida chiqish bo'yicha demak ruxsat bo'limi, bu bo'limni yoqib qo'ysak, xavfsizlikka doir bildirishnomalar avtomatik o'zi bizga bilinib turadi. Va oxirgisi demak policy совeti bo'limi, ya'ni maslahatlar bo'limi. Misol uchun Windowsda foydali yoki yangi imkoniyatlarni ifodalovchi maslahatlar berishi mumkin. Mana bu funksiyadan foydalansangiz qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'ladi yoki shunga o'xshash Windowsning demak bo'limlar uchun maslahatlar demak bildirishnomalar aynan shu bo'limda ko'rinishini yoqib qo'yish uchun shu tugmadan foydalanamiz. Agar bu bo'limni o'chirib qo'ysak, demak Windows bizga maslahatlar berishni to'xtatadi. Ya'ni maslahatlarga bog'liq bildirishnomalar chiqmay qoladi. Demak, oxirgi bo'lim demak получить уведомление от этих приложений, ya'ni get notifications from these apps, ya'ni kompyuteringizda aynan shu ilovalardan demak sizga bildirishnomalar keladi. Misol uchun VPN yoki hozir bizga ko'rib turibsiz, fragment ekranda, ya'ni ekranni qirqib oluvchi maxsus ilovadan mana bu yerda bildirishnoma keldi. Sababi demak aynan shu demak fragment ekrani demak ilovasi uchun ham bildirishnoma yo'q. Agar buni o'chirib qo'ysam, demak ekranda demak screenshot olmaganimizda demak bildirishnomasi Action Center bo'limida chiqmaydi. Demak yoniq turgani sababi demak uning bildirishnomalari shuning uchun ham bildirishnomalar bo'limida paydo bo'lyapti. OneDrive yoki parametr bo'limi yoki qurilmalar yoki связь с telefonim, menda Asus kompyuter bo'lgani uchun demak Asus Survey, ya'ni Asus kompaniyasining bildirishnomalari, parametrlari yoki Microsoft Store, ya'ni Microsoft Store bilamiz, telefonimizdagi demak Play Market demak ilovalar bilan ta'minlovchi ilova kompyuterda demak Microsoft Store hisoblanadi. Demak o'sha Microsoft Storedan biror bir ilova o'rnatsangiz yoki bir o'yin o'rnatsangiz, undan foydalanish bo'yicha bildirishnomalar aynan Action Center bo'limida kelishi mumkin agar bu bildirishnomalarni yoqib qo'ysangiz. Demak, bugungi
notifications, ya'ni bildirishnomalar bo'limiga bag'ishlangan videomiz yakunlandi shu bilan. Xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Menimcha umumiy tushunchani berib o'tdim. Albatta ma'lumotlar ba'zi bir kitoblardan olindi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, demak, like va podpiskalarni ayamaysizlar degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.